Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Singapur, Yaponiya kabi ilg'or ta'lim markazlariga amaliyot o'tash uchun yuboriladi. Yurtimizda yosh tadbirkorlarga va yoshlarga bo'lgan demak e'tibor juda ham katta. Ayniqsa bugungi davlatimiz rahbari bilan bo'lgan uchrashuv bizga misli ko'rilmagan imkoniyatlarni namoyon qildi. Davlatimiz rahbarini, hurmatli prezidentimizni yoshlarga va yosh tadbirkorlarga bo'lgan e'tibori hattoki chekka olis hududlarni ham chetlab o'tmadi. Demak, biz bu imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz, bu imkoniyatlarni qadriga yetishimiz kerak. Men o'zim ham yosh tadbirkorman va bilamanki, hozirda demak o'quv markazi tashkil qilmoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarda avvalo birinchi o'rinda demak joy masalasi, ijara masalasi, hattoki jihozlar masalasida juda ko'p muammolar bo'ladi. Ana shu sabab ham mana shu davlatimiz rahbarining aytib o'tgan imkoniyatlari yosh tadbirkorlarga demak mana shu o'quv markazlarida jihozlar bilan to'ldirish, qolaversa joy masalasida ijara to'lovlariga yordam berishni ta'minlaydi. Bu imkoniyatlar esa o'quv markazlar sonini oshirib, o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Men tadbirkorlik sohasini olib boraman. Registon o'quv